2026-yilda Samarqandda tunikafon qilish nech pul bo'lyapti? Biz mana navbatdagi ishimizni Samarqand viloyati Tayloqda, Davlatobodda juda chiroyli holatda qilib berganmiz. Mana shu joyda. Xudo xolasa bu ishimizni nima materiallardan qilib berdik? Materialimiz oq, 04, keyin o'rtadagi lentalari tillo nerjevekka qilib berganmiz. Juda chiroyli holatda bu ishimizni qilib berdik. İşimizni ko'rib burchaklarini ham yoqtirib olasiz. Juda chiroyli holatda bo'lib bitdi. Mana bu regellarini ham tunika falan axshifga qilib berganmiz. Materialimiz 04. Mana shunaqa blesk beradigan material. Ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Alkafonga o'xshab chiqqan bu ishimiz. Qaranglar qanaqa yaltirashini. Bu ishimiz ham juda chiroyli holatda bo'lib bitkizdik. Bu ishimizni 5 kunda bitkazdik. Xudo xolasa mana bu usullarini, taylarini ham juda chiroyli qilib o'rab axshifga qilib berdik tunikalar bilan. Bundan tashqari bu ishni 3 dona arkasi bor. Bu arkalarini ham tunikafon bilan juda chiroyli qilib axshifga qilib berganmiz. Mana bu arkalarini ko'rsanglar ham mana juda chiroyli bo'ldi burchaklari va mana bu tepadagi yumaloq arkasi va mana bu yonbosh tomonida ham bir dona arkasi bor. Oddiy tunikafondan ham juda chiroyli qilib axshifga qilib berdik. Mana bu joylarini ham juda chiroyli qilib bitkazib berdik. Burchaklarga bir baho berib ko'rasizlar. Endi xonadon egasi bizga yotoq joy, yemoq ichmoq shu kabel qilib berdi. Kabellarini manilardan teshib tushirib qo'yganmiz. Ishimiz juda chiroyli holatda bo'lib, qo'limizdan kelgancha maksimal harakat qilib berdik. Bu ishlar bitguncha yomg'ir ham yog'di, qor ham yog'di. Lekin qo'limizdan kelgancha qildik. Kimda kim shunaqa tunikafon qilish kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab juda chiroyli holatda qilib beramiz. Bu ishimiz 04 da bo'lgan, usti glansiy bo'lgan, o'rtasida nerjevik ishlatganimiz uchun buni 1 kvadratini 170 ming so'mdan qilib berganmiz. Hamma narsasi ichida. Mana ish ko'rib baho beringlar. Juda chiroyli holatda bo'lib ishimizni nihoyasiga yetkazyapmiz. Mana bu joydan ham mana ko'rinadi ishimiz burchaklari qanaqa chiroyli chiqqani. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar aloqaga chiqsanglar, borib ko'rib qilib beraveramiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yib qo'yasizlar.